Ko'rib beramizda bugun odamlar ishonchiga kirib, hammaga birdek yoqayotgan BMW i5. BMW, not BMW, Bayerische Motorenwerke. O'rtoqlar, mashinamizning to'liq kraska probeklarini tekshirib berdik, egalariga hamma ma'lumotni yetkazib berdik. Mashinamizning bamper qismida kraskalari bor ekan, lekin bamper detaliga kirmaydi. Buni ham egalariga tushuntirib o'tdik. Hop, o'rtoqlar, kichkina miyatinasi ham bor ekan, krilosida. Hozir buni ham egalariga ko'rsatib berdik. Mashinamiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasiga keladigan bo'lsak, 19000 kilometr masofani bosib o'tgan o'rtoqlar. Narxiga keladigan bo'lsak, $51100 ga baraka bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, boy mashinalarni ko'rib beramiz.